Bundan taxminan 10 asr oldin aynan mana shu joyda bo'lganingizda taxminan mana bunday manzarani guvohiga aylanardingiz. Mana این رو بگیر. کوزه تازه از خمخانه تیار شده است. این گونه صفت رو در مقله دیگر جای نمیابی. حفظ کاسان از حمله دشمن بر دوش هر یکی ماست. تا وقتی که ما هستیم قلعه موغ هیچگاه فتح نمی شود. Biz ayni damda Farg'ona vodiysidagi eng ko'hna shaharlardan biri Koson shahrining Mug' xarobalaridanmiz. Biz esa sizlarga sun'iy intellekt yordamida ushbu shahardagi taxminiy hayot tarzini ko'rsatib berishni maqsad qildik. Agarda o'sha davrlarda tug'ilib qolganingizda qaysi kasbni egallagan bo'lardingiz? Nimalar bilan shug'ullanardingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.